sharoitida qonni qanday filtr qilsa bo'ladi? Ya'ni oddiy til bilan aytganda qanday suyultirsa bo'ladi? Bu o'zimizda attorlarda sotadi, giyoh sotuvchilar bozorlarda bor. Eron barbarisini bir osh qoshig'ini yoki agar kuchli stendga tayyor tursa, o'sha 2 osh qoshig'ini 1 litrlik haqiqiy termizga solib kechasiga damlab qo'yiladi va ertalab dokadan suzib olib, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda yarim pila 1 piladan ichib boriladi. 1 oy ichib, 10 kun dam olib, yana 1 oy ichib, analiz topshirib, o'zingizni o'sha qoningizni suyulganiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Yana ikkinchi usulini men oldin ham aytib o'tganman, yozib oling. O'zimizni oddiy jilon jiyda, kichkina jiyda bilan adashtirib qo'ymanglar. Katta jiyda bo'ladi, uni jilon jiyda deyiladi. Shundan bir 10 tasini danagidan ajratib, yuvib tashlab, 2 ga bo'lib, uni ham kechasiga 1 litrlik termizga, haqiqiy termizga solib, ertalab 2 qavat dokadan suzib olib, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda ichilsa, har qanday qonni filtrlashiga hamda suyulishiga yordam beradi. Mana shu usullardan foydalanib, him dorilarsiz tabiiy yo'l bilan qoningizni suyulishiga yordam bering.